Niderlandiyalik buyuk rassom Van Goghning yana bir noyob asari dunyo bozorini hayratda qoldirdi. Nyu-Yorkda o'tgan Sotheby's auksionida rassomning Parij romallari to'plamlari va stakandagi atirgullar deb nomlangan kartinasi 62,7 million dollarga sotildi. Bu haqda Enel Times ma'lum qildi. Ma'lumotlarga qaraganda asarni mashhur san'atshunos Petty Wong qo'lga kiritgan. Lotning yakuniy narxi kutilgan bahodan 35% ga yuqori chiqqan. Auksiongacha Amsterdamdagi Van Gogh muzeyi mutaxassislari polotnoni atroflicha o'rganib, uning asl nusxa ekanini rasman tasdiqlagan. Van Gogh bu asarni 1887-yilning noyabr-dekabr oylarida Parijda akasi Theo bilan bir xonada yashagan paytida chizgan. U davrda rassom fransuz hayoti, ranglari va san'ati ta'sirida yanada erkin va jo'shqin uslubni shakllantirgani aytiladi. Ko'pchilik san'at muxlislari bu narxni Van Goghning betakror ijodiga bo'lgan qiziqish yanada oshganining navbatdagi isboti sifatida baholamoqda.